5 fevral kuni dunyoning nurg'un joylaridagi Uyg'urlar har xil faoliyatlarni o'tkazib, G'ulji qatliamining 26 yilligini xotirladi. Bu xotirlash faoliyatlarida xalqaroning amaliy harakatga o'tib, Xitoyning navbatda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishi, Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishi. Shunaqla aradan 26 yil o'tgan bo'lsa-mu, 5 fevral G'ulji qatlamining haqiqiy ahvolini oshkorlab, qirg'inchilikda o'ldirilgan iz-deraksiz g'oyib bo'lgan Uyg'urlarning iz-derigini qilishi talab qilingan. Amerikaning Washington, New York va Kanadaning Toronto qatorliq bir qancha shaharlarda, Yevropadagi Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Gollandiya, Fransiya, Angliya qatorliq davlatlarda, Avstraliya, Turkiya, O'rta Osiyoning Qozog'iston, Qirg'iziston, shunaqla Janubiy Osiyodagi Bangladesh qatorliq davlatlarda Uyg'urlar va Uyg'urlarga istoshlik qiladigan musulmonlar Xitoyning bu shaharlardagi elchixona, konsulxona oldilarida, ommaviy maydon yoki yig'ilish o'rinlarida namoyish qilish, xatir yig'ini o'tkazish, xatmi Qur'on qilish qatorliq shakllarda xatirlagan. Washingtondagi xatirlash faoliyati Amerika Uyg'ur jamiyatining o'rnashtirishida Amerikaning Virjiniya shtatidagi Uyg'ur markazida o'tkazilgan. New York shahridagi faoliyat Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur harakati tashkilotining uyushtirishida BDT bosh shtabining oldida elib berilgan. Kanadadagi xatirlash faoliyati Kanadaning Toronto, Vancouver, Calgary qatorliq shaharlarda o'tkazilgan. Şunun bilan bir vaqtda Turkiyadagi Uyg'urlar Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligining uyushtirishida Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida axborot e'lon qilish yig'ini va namoyish o'tkazib, qirg'inchilikning qurbonlarini xatirlagan. Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Hollanda, Çek, Litvanya, AB ülkeleri Doğu Türkistan'daki durumu parlamentolarında soykırım olarak tanıdı. O'xshash bir vaqtda Bangladeshdagi musulmon tashkilotlarimi namoyish, axborot e'lon qilish, velosipedlik marafon yurish qatorliq faoliyatlarni o'tkazib, 5 fevral G'ulji qatliamini xotirlagan. Hindistondagi Print Tour-gazetining xabar qilishicha, bu faoliyatlar 5 fevral kuni Bangladeshning Dhaka, Gazinpur, Golna, Chittagong qatorliq shaharlarda o'tkazilgan. Xitoy hukumati 1997 yili 5 fevral kuni G'uljida tinchlik bilan namoyish qilib, erkinlik talab qilgan Uyg'ur yoshlarini qonliq bostirgan edi. Xitoy hukumati vaqada 9 odam o'lganligini qayd qilgan bo'lsa-mu, lekin shohidlar va vaqadan xabardor kishilarning bayon qilishicha, 200 dak Uyg'urning o'ldirilganligi, necha ming Uyg'ur yoshining iz-deraksiz yo'qotilganligi qayd qilinmoqda. Kita ingin anak-anak dipuja dan juga hak berbangsa dan bernegara yang dirampas oleh Partai Komunis Cina, betul kawan-kawan? Betul. Hari ini kita akan menampilkan